Assalomu alaykum. Bu videoda sizlarga Vertex AI Studio'da Image Generation, ya'ni matndan rasm yaratish funksiyasini ko'rsataman. Buning uchun studio ichidagi Image Generation bo'limiga kiramiz. Bu yerga siz xohlagan tasvirni ta'riflab yozasiz. Masalan, men bugun mening yangi kompaniyamga logo yasab ber. Mening kompaniyamning ismi Mirora va bu IT sohasida bo'lishi shart deb yozaman. Model bir necha soniya ichida bir nechta variantlarni yaratadi. Siz uslubni, rang ohangini, tafsilot darajasini yoki ijodkorlik parametrlarini o'zgartirib turishingiz mumkin. Hamma yaratilgan rasmlarni yuklab olish yoki loyihangizni qo'shish juda ham oson. Bu funksiya dizaynerlar uchun, dasturchilar uchun va startaplar uchun juda qulay. Ko'rib turganingizdek, mening logom juda ham chiroyli tarzda tayyor bo'ldi.